ish beruvchi o'z vaqtida oylik maoshni to'lamasa nima bo'ladi degan savollarni yo'llashibdi. Do'stlar, javob beraman. Demak, bilamiz O'zbekistonda juda ham ko'p holatlarda butun respublika bo'ylab ish beruvchilar oyliklarni vaqtida to'lamaydi. Ko'rganmiz katta gigant kompaniyalar ham yuzlab odamlarga oyliklarni bermagan holatlarni ham ko'rdik, internetda tarqadi. Demak, javobgarlik qanaqa? Mehnat kodeksining 333-moddasiga asosan o'sha oylik maoshini o'z vaqtida bermasa yoki отпускнойларni o'z vaqtida bermasa pullarni to'lovlarini, demak o'sha Markaziy bankda refinansirovание stavkasini 10% ga barobar bo'lgan kompensatsiya to'lanadi har bir kechiktirilgan kun uchun va undan tashqari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 49-moddasiga asosan o'sha mansabdor shaxsga, ya'ni sizni ish beruvchingizga demak bazaviy hisoblash miqdorini 5 barobardan 10 barobargacha jarima qo'llanishi mumkin. O'shaning uchun do'stlar, bu baribir sud tartibida undiriladigan narsa. Lutchi kirib o'sha ish beruvchingizga mana shu videoni ko'rsating, mana shu javobgarlik haqida eslating va videoni o'sha oyligini ola olmay turgan tanishingizga ham jo'natib qo'ying, bilsin, что работодательdan, ya'ni ish beruvchingizdan bemalol kirib o'zini oylik ish maoshi haqqini talab qilsa bo'ladi. Ishlar bo'lgandan keyin pulini vaqtida to'lanishi kerak. Sog' bo'lamiz. Hurmatli ish beruvchilar, oyliklarni hurmat qilib o'z vaqtida to'lab qo'yish harakatini qilamiz. Sog' bo'linglar, shirinlikni kuzatishdi.